Yosh avlodning saviyasini yuksaltirish, milliy san'at an'analari va yo'nalishlarini saqlab qolish, rivojlantirish Prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan 5 ta muhim tashabbusning ijrosi, iqtidorli o'quvchilarni aniqlash, ularning iste'dodlarini namoyon etishlariga imkon yaratish maqsadida Iqtidor maktab ansambli tanlovi o'tkazilayotganidan xabardorsiz. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi tomonidan 6-10 sinf o'quvchilarini qamrab olgan mazkur loyihaning hududiy saralash bahslari bilan tanishtirib kelyapmiz. Bu gal esa Toshkent viloyatidagi musiqa sevar yangi iste'dodlar bellashuviga to'xtalamiz. Mazkur tanlov yosh avlodni san'atga jalb etish, ularning iqtidorini yuzaga chiqarish va keng jamoatchilikka tanitishga xizmat qilishi rejalashtirilgan. Eng muhimi, u orqali har bir ishtirokchi o'z imkoniyatini sinab ko'rmoqda, sahna madaniyatini o'rganib, tajriba orttirayapti. Navbatdagi manzilimiz Toshkent viloyatida 45 ta jamoa ilk saralash bahslarida ishtirok etish istagini bildirgan. Ayni paytda o'tkazilayotgan iqtidor ko'rik tanlovi bu yil birinchi marta butun respublikamizda o'tkazilib borilyapti. Bundan asosiy maqsad milliy cholg'u asboblarimizni yoshlarimiz orasida o'rnini oshirish, madaniyatimizni yanada yoshlar orasida targ'ib qilishdan iborat. Shu kungacha butun Toshkent viloyatida 450 dan ortiq jamoalar ishtirok etishdi va aynan viloyat bosqichiga har bitta tumandan bittadan jamoa, ya'ni 22 ta jamoa yetib keldi. Hozir ular bir-biri bilan bellashyapti. Toshkent viloyatida birinchi o'rinni olgan jamoa respublika bosqichida ishtirok etadi. Respublika bosqichida g'olib bo'lgan jamoa Bakuga ta'lim sayohati yutib oladi. Toshkent viloyatining o'quvchilari ham o'ziga xos shijoat bilan milliy cholg'ularimizda musiqiy asarlarni jonli ijroda chalib berishdi. Qayd etish lozim, ushbu manzil o'g'il-qizlari orasidan finalchi nomini aniqlash mushkul kechishi tabiiy, sababi 22 ta tumanning eng kuchli jamoalari bor mahoratlarini ishga solishdi. Biz mana shu viloyat bosqichida birinchi o'rinni olib ketishimizga ishonamiz. Biz bugun Muhammadjon Mirzayevning Bahor valsi kuyini chalib beramiz. O'zingizga yoqadimi bu kuy? Albatta. Bu tanlov biz yoshlarni kerakli yo'nalishlarda olib borishimizga kattaroq hissa qo'shyapti. Hozirgi ko'p yoshlar o'z yo'nalishlarini topib ketishiga ishonaman. Aytish kerak, Iqtidor maktab ansambli Prezidentimiz tomonidan joriy yilda ilk bor tashkil etilganligiga qaramay, qisqa vaqt ichida san'atga oshno qalblar uchun haqiqiy qizg'in tanlovga aylanib ulgurdi. Yurtimizda bo'layotgan bunday loyihalar yoshlarning qalbida san'atga muhabbat uyg'otadi. Juda yaxshi tashkil etilgan. Yutqizsak, yana tajriba orttiramiz, yana harakat qilamiz, intilish bo'ladi odamda. Keyingi yil ham qatnashasiz. Albatta. Tanlov jarayonlarini kuzatib, nafaqat jamoalarning chiqishlari, ularning ijrosidagi kuylardan bahramand bo'lish, balki ishtirokchilar bilan suhbatlashib ham zavqlanish mumkin. Muhimi, ularning qiziqishlari, orzu-umidlari ota-onalari tomonidan ham qo'llab-quvvatlanmoqda. Meni mana shu qatnashayotgan o'quvchilarim, boshqa o'quvchilarim ham musiqaga shayda bo'lgan o'quvchilarimiz albatta mana bugungi mustaqil O'zbekistonimizning kelajagi, bulardan yaxshi natijalar kutib qolamiz. Musiqaga bo'lgan qiziqishlari juda har kuni kundan kunga turli kuylar chalishni, turli qo'shiqlar o'rganishni xohlaydi. Faqat
cholg'i yo'lida emas, qo'shiq yo'lida, folklor yo'nalishida tanlovlar bo'lsa, biz albatta o'quvchilarimiz bilan qatnashib, yuksak marralarni qo'lga kiritishni xohlaymiz. Iqtidor maktab ansambli ko'rik-tanlovi bu nafaqat san'atsevarlar musobaqasi, balki kelajak orzular sari dadil qadam deya ta'rif berishimizga yetarlicha sabablar bor. Boisi sahna ortidagi jamoalar orasida o'zi chalayotgan milliy sozlarga mehr qo'ygan, maqsadlari katta rejaga aylangan yoshlarni ko'plab uchratdik. Shu kuni ulardan biri dutor chalishi bilan hammani hayratga sola olgan bo'lsa, yana biri doirasining jarangi bilan o'ziga shaydo qildi. Xursandmiz, kayfiyatlarimiz yuqori darajada. Bu tadbirimiz albatta milliyligimizni uyg'unlashtirganligi uchun har bir yoshlarimizni, guruhimiz a'zolarida har birlarida milliy tuyg'u jo'shib turganligi uchun mana shu sahnalarda ijro etishni deb o'ylaymiz. Albatta xursandmiz. Dasturlarimizda fikr mulohazalarini bildirayotgan ko'plab musiqa fani ustozlari ham yaratilayotgan qulay sharoitlar sabab ularning kasbiy faoliyatida imkoniyatlar kengayganida mamnunligini aytishdi. Pedagog sifatida bu tanlov o'quvchilarni rivojlanishiga, bo'sh vaqtlarini bekorga o'tkazmaslikka o'rganadi bir-biridan va madaniyatli bo'lishga. Qaysi kuy ijro etishdi o'quvchilar? Qurmang'azining kuyi Balbiraun va xalq ashulasi Erkamay. Bu kuyni har kim ham bir chalavermaydi. Bular yoshiga nisbatan bugungi tanlovda qatnashib yaxshi chalib chiqdi deb o'ylayman. Tanlovlar ko'proq bo'lsa, yoshlarimiz harakat qiladi, chiqadi, milliy urf-odatlarimizni esdan chiqarib qo'ymaydi deyman. Iqtidorli o'quvchilarimiz ko'payadi deb o'ylayman, bir-biridan ko'rib. Iqtidorli o'quvchilarning ijodi hamda tashabbuslarini keng ommaga namoyish qilish bilan birga yosh havaskor ijodkorlarning faoliyatini rag'batlantirayotgan mazkur tanlov chindan ham Toshkent viloyatida san'at bellashuviga aylanib ketdi. Har bir jamoa o'z kuylari bilan yig'ilganlarda katta taassurot qoldirdi. Birinchi o'ringa ozgina nima yetishmadi deb o'ylaysiz? Birinchi o'ringa avvalambor usulda ham ozgina tezlashib ketdik. Menimcha katta xatoyimiz shu bo'ldi. Nasib qilsa, keyingi yil birinchi o'rinni albatta qo'lga kiritishga harakat qilamiz. Shunday qilib kutilgan va hayajonli daqiqalarga fursat yetdi. Ballar e'lon qilinib, jamoalarning yutuq va kamchiliklari hakamlar tomonidan e'tirof etildi. G'alaba sohiblarining esa nomi o'qildi. Unga ko'ra, Angren shahrining 7-umumiy o'rta ta'lim maktabi Yosh ohang jamoasi birinchi o'rinni egallab, respublika bosqichi yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Ancha mehnat qildik, lekin boshqa jamoalar ham yaxshi qatnashdi. Faqatgina o'sha cholg'ular, ba'zi bir zamonaviy cholg'ular qo'shganligi hisobiga ballar sal past bo'lib qoldi. Biz albatta milliy cholg'ulardan foydalandik. Juda ham xursandmiz. Bugun birinchi o'rinni oldik, xudo xolasa endi respublika bosqichiga yo'l oldik. Shubhasiz bu kabi tanlovlar yosh avlod qalbida san'atga bo'lgan mehrni oshiradi. Ularni milliy qadriyatlarga sodiq bo'lishga undaydi. Biz esa ijodiy jamoamiz bilan birgalikda jarayonlarni yakunlab bergan so'nggi manzil Toshkent shahri iste'dodlari haqida kelgusi dasturimizda hikoya qilamiz.